Pushka, padudar, aylantirish. Uzun. Messi. Keyin. Hulk. Qanday? Birinchi challengimiz aylantirish. Oy. Qattiq zarba bo'ldi. Endi esa Keyn. Молодец! Va Messi tepada hozir. Ikkinchi challengeimiz pushkuda. Juda noaniq ketdi. Xalq esa udarga xolos. Aniqlik ham yo'q bu yerda. Endi esa yana Keynimiz ketadi. Aylantirishni eng zo'r tepgan Keyn. Va noaniq. Va Messining pushkudari. Buffon to'sti. Uchinchi challenge padudar. Oo. Aytyapman-ku, xalqning udari bor, aniqligi yo'q lekin. Va yana keyin kelmoqda. Ikkinchisida pushkada chichib qo'ydi. Va qani ko'raylikchi. Oy, bunisi ham noaniq. Keyin. Va Messi. Yaxshi. Va 15-maygacha kommentariyaga yozinglar. 1, 2, 3. Qaysi biri eng zo'r tepdi?